Qo'qonliklar nima shoshilmaydi? Ketdi shoshilib syomkani olaylik desam, bitta tarvuz fresh ichaylik dedilar. Yo'lga chiqamiz bir yana 20 minut tarvuz fresh deb bitta kofe ichaylik. Xotirjam bo'ling. Hech kim shoshilmaydi bu yerda. Yo'q, shoshilmaydi. Keyin yoqib ketdi menga rostni aytsam, mana keyin shoshilmay mana. Suzayib chiqdik sekin, ha? Shaharda ichiga suzayib ketyapmiz. Shaharda qarang go'zalligini, tarixligini. Qo'qon ancha tinch, tushunishim bo'yicha. Mana misol uchun Samarqand ko'p bo'lib turadi. Samarqandda o'sha misol qilib keltiryapman. Toshkent ham xuddi shu yaqin viloyatlardan odamlar ko'p ko'chib kelyapti. Xonadonlar olib, bizneslar qilib. Lekin Qo'qonda hech kim ko'chib kelmaydi do'st. Asosan bizda Qo'qonda местный o'zimizni xalq tug'ilib o'sganlar asosan. Endi hozir bundan buyog'iga bir prezidentimizni sharofatlari bilan qilyapti turgan ishlari bilan tijoratdan ko'ra turizmga ko'p urg'u berilyapti. Hozir o'shanga qayta loyihalar ko'rilyapti, rekonstruksiya va innovatsiya ishlari davom etyapti. O'sha rakursni boshqa joyga burildi hozir. Turizmni rivojlantirish uchun. Hozir gastinisalar qurilyapti, shahar qaytadan yangilanyapti hozir.